Ketdik, toqqa borib maza qilib shashlik yeb kelamiz. Qancha gaplashib qo'yilgan. Qizlar bo'lmaydimi? Yo'q, o'zimizni bolalar faqat. Bitta xotinjondan so'rab chiqaydi. Ruxsat bermadilar. Bo'pti, mayli, tog'da qolmaymiz, bugun qaytib kelamiz. Qaytishingda xotiningga shashlik ham olib kelasan. Kuskovoymi? Ha? Kuskovoy yaxshi ko'radi, balki ruxsat beradi, bitta so'raydi. Shashliklarni bir joylarga tiqib qo'ylar ekan. Vaqti ruxsat bermadi. Bo'pti, mayli, toqqa bormaymiz. Shaharning o'zida bir soatga ruxsat so'ra, bu joydan yeb kelamiz, ha? Bir soatgami? Ha? So'rab chiqaydi. Наконец-то ruxsat berdilar. Ana, ketdik, davlat. Faqat bitta shart bilan ruxsat berdilar. Qanaqa shart? O'sha yerda borsanglar ko'rasizlar. Mana xotinjon, men keldim, qara. Hech kim yo'q, qizlar yo'q, hech kim yo'q. Faqat bolalar bilan o'tiribmiz. Mana Shampur degan yangi joy ochilibdi. Endi toqqa borishing shart emas ekan. O'zing stolingda shashlik pishirib o'tirasan. Ovqatlari ham juda ham shirin. Rahmat ruxsat berganingga. Xudo xolisa birga kelamiz, onajonisi. Bola, sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Men xotinimdan qo'rqmayman. Prosta uni hurmat qilaman. Ha, nima to'g'risida? Men achotparvarman.